daxli? Men tushunmayman. Haligi boya sravnение haqida gapirdim. Boshqa odam menga nima daxli bor-da? Mani og'aynilarim bor, mani do'stlarim bor, mani oilam bor, lekin paytogi men yolg'izman baribir. Mani tishim og'risa, men u narsa. Men ertaga o'layotganimda men his qilaman nima his qilayotganimni. Tug'ilayotganimda men his qilaman. Hech kim meni o'rnimga o'lsa his qilib bermaydi. Eng o'zingizga eng yaqin bo'lgan inson sizsiz. Sizsiz. Даже ota-onangiz emas, даже tushunish kerak. Shu masala bor-da, siz to есть ertaga ota-ona mana eng umringizdagi eng yaqin insonlar ular ham olamdan o'tib ketadi. Yaqinlaringiz ham boshqa narsa. Bu bolalar ham o'zini hayoti bilan bo'lib ketadi-da. Siz o'zingiz bilan qolasiz. 90 kirganda yotib o'layotgan paytingizda siz o'zingiz bilan qolasiz. Umringizni birinchi sekunddan oxirigacha siz bo'lasiz. Va hokazo. Gar shunaqa ekan, nimaga bu inson xafa qiladi ko'pchilikda o'zini o'zi. O'zingizni любой boshqa insondan ustun qo'yishingiz kerak. O'zingiz manfaatingizni. Men shuni deb hisoblayman, ya'ni sizning manfaatingizni, sizning manfaatingiz kimdir manfaati ustiga minish kerak emas. Lekin sizning manfaatingiz ustiga ham kimdir minish kerak emas-da. Men boshqani fikrini deb, men o'zim manfaatimni bir joyga surishim, bu noto'g'ri odam sal bo'lsa ham o'sha egoistik fikrlash bo'lishi kerak o'zi ham. O'zing eng yaqin insonni yerga urib, qaysidir chushpanna deb tushunarsiz bitta insonni fikrini deb to'xtatib hamma narsani orzidan qat'iy tashlab olish kerak emas-da.